Assalamu alaykum YouTube kanalını görücüler. Mən Gollandiyadan əp kelgan güllərim. Lineynik degan oranjevый sortu. Bu biri mana lineynik purpurni degan. Köp yillik ekan bularam. Menda bunaqa gülüm yo'q edi. Shularni əp keldim mana. O'sib ichida yashil bo'lib turibdi. Atamiz ko'ramiz hozir. Qanaqa chiqarkin bu. Mana bularam ildizidan ko'payarkan. Mana kartoshkalik men shunaqa gul ekan bu mana. Bunaqa qilib ekamiz. Ildizlarni tashab qo'yamiz. O'zini ko'ngini o'ziga tashab qo'yamiz. Hozir mana bu birini ham ochib olay. Özünün tuprağını özüge teşeyimiz. Mana içide bunu mana çıraylı kılıp tüvekte otkuzup koyamız. Bu tüveğim sel kichkinelik kılarken bunu ildizge sel katta tüvekке ko'chiraman. Mayli hazır vremeni ekip turaman keyin özünü joyiga qo'yib yuboraman. Mayli katta tüvek qilmasdan men shunday ko'kartirib ola qolay. Bunu har doim undaq mana Gumat kali suvini lekega tayyorlab olganman. 10 litrga 2 qalpochoq qo'shib, ildizlarni baqvat bo'lib yaxshi o'sishiga yordam beradi. Shuning uchun ash suvini quyapman mana. Tegini namroq qilib, mana ikkalasiga quyib olaman. O'zim tuprog'ini tashlab yuboraman. Bunga qaraganda o'zimizni oddiy yer tayyorlab olaman. Har doim undaq o'zim qum, grunt, qapdagi go'ng, qum, o'zimizning oddiy yerini qo'shaman. Mana ko'karib turgan joyini chiqizib qo'yamiz. Bunga ham shunday qilaman. Yeşil bo'lib turganlarni barini chiqarib qo'yamiz o'ziga. Sal silkitib qo'ysanlar joylashib oladi. Yana ustidan mana shu kaliy, magniy qo'shilgan suvlarimni quyib qo'yaman. Tegidan chiqquncha quyib qo'yaman. Buni ham hammasini video obzor qilib boraman. Qanday o'syapti, qanday qo'yapti. Ko'karmasa ko'karmaganini ko'rsataman. Agar mabodo yaxtan darilab qo'yishgan bo'lsa, bu hozir mana unib turibdi, keyin unmay shu bo'yicha qurg'ab ketishi ham mumkin. Ko'pchilik biznes deb mana shu paketdagi gullarni darilab qo'yadi. Ko'karib, manosi akib uyingizda sal ko'karatdi, keyin o'lib qoladi. Bir xillari dari qilmagan bo'ladi, ularniki mana tutib ketadi. Ko'ramiz endi bu qanday bo'ladi. Ko'rsatib boraman mana shu o'saqani hammasini. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar. Kommentariya, layklarni bosib qo'yinglar.